Atigi 10 daqiqa ichida 4 million yevro olib chiqib ketildi. Tarixdagi eng mukammal talonchilik. Ular ichkariga bostirib kirishmadi, ular osmondan tushdi. 2009-yil 23-sentyabr kuni soat ertalabki 4:35 Shvetsariyaning Stokgolm shahridagi aerodromdan vertolyot o'g'irlab ketiladi. Hech qanday signal ishlamaydi, hech qanday qarshilik ham bo'lmaydi. Vertolyot havoga ko'tariladi va g'oyib bo'ladi. Oradan bir necha soat o'tmay, soat 5:15 da u allaqachon nishon ustiga qo'ngan edi. Manzil o'sha shahardagi G4S naqd pul ombori. Ichkarida 23 nafar xodim ishlayotgan bo'lgan. Millionlab pullar bilan muomala qilishayotgan bo'lgan. Ularning boshiga nima kelayotganidan hech birining xabari yo'q edi. Shu payt vertolyot tezlik bilan pastlay boshlaydi. U to'g'ridan-to'g'ri binoning tomiga qo'nadi. Undan 3 yoki 4 nafar niqobli erkaklar sakrab tushadi. Hech qanday ikkilanish yo'q. Ular darhol tomdagi mustahkam oynali piramida shaklidagi konstruksiya tomon yugurishadi. To'xtashmaydi. Uni katta bolg'a bilan parchalab binoga yuqoridan kirib olishadi. Ichkarida esa kichik portlovchi moslamalar portlaydi. Tasodifiy emas, aniq mo'ljallangan nuqtalarda. Favqulodda holat bo'lgani uchun xavfsizlik eshiklari majburan ochiladi. Xodimlar darhol vaziyatni tushunishadi. Hech kim vahima qilmaydi, hech kim qarshilik ham qilmaydi. 22 nafar xodimning barchasi tezlikda xavfsizlik xonasiga kirib olishadi va ichkaridan berkitishadi. Hech kim jarohat olmaydi. Bu orada bosqinchilar allaqachon pul saqlanadigan joyga yetib borishgan edi. Hech kim ikkilanmaydi. Ular oldindan nima qilishni aniq bilishgan, qayerga borishni ham aniq bilishgan. Xaltalar juda tez va tartibli ravishda pullarga to'ldiriladi. Ular 39 million Shvetsiya kronasi, ya'ni taxminan 4 million yevroni olib chiqib ketishadi. Tashqarida esa politsiya voqea joyiga yetib kelayotgan edi, ammo nimadir ularga to'sqinlik qiladi. Yo'llarga oldindan maxsus metall tikanlar sochib chiqilgan edi. Politsiya mashinalari sekinlashadi, voqea joyiga yetib borish kechikadi. Keyin yana bir muammo yuzaga keladi. Politsiya vertolyotlari ham havoga ko'tarila olmaydi. Ularning bazasiga kirish qismiga shubhali portlovchi moslamalar o'rnatilgan edi. Hudud avval xavfsizlantirilishi kerak edi. Natijada hech bir vertolyot uchmaydi. Havodan quvishning ham iloji bo'lmaydi. Hammasi oldindan puxta rejalashtirilgan edi. Soat 5:25 politsiya bino oldiga va nihoyat yetib keladi. Ammo ular ichkariga kira olmaydi. Chunki ular bosqinchilar avtomatlar bilan qurollanganliklari haqida xabar olishadi. Juda ham xavfli, politsiya kutishga majbur bo'ladi. Ichkarida esa hammasi deyarli tugagan edi. Soat 5:35 vertolyot yana tomdan havoga ko'tariladi. Bosqinchilar ichida, pullar esa allaqachon olib chiqib ketilgan. Ular tong osmonida yana g'oyib bo'lishadi. Butun operatsiyadagi bir necha daqiqa davom etgan xolos. Keyinchalik ular boshqa hududga qo'nishadi va yana izsiz g'oyib bo'lishadi. Hech qanday quvish ham bo'lmaydi, hech qanday to'xtatish amalga oshirilmaydi. Bir necha soatdan so'ng soat taxminan 8:15 larda o'g'irlangan vertolyot o'sha shahardagi o'rmon ichidan tashlab ketilgan holatda topiladi. Ammo pul butunlay yo'q edi. U hech qachon topilmagan. Bu Shvetsariya tarixidagi vertolyot yordamida amalga oshirilgan ilk yirik talonchilik edi va hal qiluvchi bir necha daqiqa davomida hamma narsa jinoyatchilar nazorati ostida bo'lgan. Vaqt, yo'llar, hatto politsiyaning javob harakati ham. Ammo bu oddiy talonchilik emas edi. Bu voqeada nimadir mantiqqa to'g'ri kelmasdi. Axir ular eshikni buzib kirishmadi, ular osmondan tushdi. Nima deb o'ylaysiz, bu talonchilikni kim amalga oshirgan bo'lishi mumkin? Kim bo'lsa ham u buni oldindan puxta rejalashtirgan. Tarixda bo'lgan jinoyat hikoyalari uchun Sirli arxivni kuzatib boring.